Hop, assalomu alaykum hurmatli talabalar hamda kuzatuvchilar. Sizlar bilan Central Asia Medical University patologiya asoslari hamda sud tibbiyoti kafedrasi assistenti Rahmonov Shahzod. Keyingi ko'rib o'tadigan mavzuimiz emboliya hisoblanadi. Hop, emboliyamiz shu paytgacha sizlar bilan mikrosirkulyatsiyani ko'p mavzularni ko'rib chiqdik, ya'ni arterial venozning giperemiya, undan keyin ishemiya, staz, tromboz va mikrosirkulyatsiyani oxiri tugatib beradigan mavzusi bu emboliya hisoblanadi. Hop, emboliyaga avval ta'rif beramiz. Emboliya bu trombozdan tubdan farq qiladi. Ya'ni bizda ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni bu tromboz ham emboliya ham bitta narsa. Bu boshqa narsaligini hozir tushuntirib o'tamiz. Qarang. Trombozda siz bilan biz gaplashganimizda qon tomirlarda qon oqishiga qarshilik qiluvchi qattiq massani hosil bo'lishini tromboz jarayoni deydik. O'sha hosil bo'lgan qattiq massani tromb deb atagandik. Ana endi emboliya nima? Emboliya bu, o'rtoqlar, emboliya qon tomirlarga limfa yoki qon sistemasi orqali kelgan yod moddalarning tiqilib qolishi bu emboliya deb ataladi. Hop, emboliyani etiologiyasi kelib chiqishiga ko'ra ma'lum bir turlari bor, bularni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi klassifikatsiyasi, ya'ni etiologiyasi va kelib chiqishi. Kelib chiqishiga ko'ra ikkita turga bo'linadi bu. Hani birinchi turimiz, ya'ni A turimiz. A turi egzogen emboliyalar. Egzogen emboliyalar hisoblanadi. Ikkinchi turimiz, B turimiz bu endogen emboliyalar. Xo'p, o'z nomidan aytib turibdi. Ya'ni egzogen tashqaridan tushishi kerak. Endogen o'zimizning mahsulotlarimiz, ichimizdan paydo bo'lishi kerak. Qarang. Egzogen emboliyalar o'z navbatida yana turlarga bo'linib ketadi. Birinchisi havo emboliyasi. Havo emboliyasi. Keyingi turimiz gazli emboliya. Gazli emboliya. Keyingisi bu yod jismlar emboliyasi. Yod jismlar emboliyasi. Yod jismlar emboliyasi. Hop, keyingi turimiz bu parazit yoki sodda hayvonlar emboliyasi deyiladi. Zit va sodda hayvonlar emboliyasi. Ko'rib turibsizlar, havo ham, gaz ham, yod jism ham, parazit ham bu tashqaridan. Hop, endi bularning har bittasi haqida gaplashamiz. Hozir avval biz klassifikatsiyani tugatib olaylik. Endogen emboliyalar. Endogen emboliyalarga kirib ketadi. Birinchisi tromboemboliya. Tromboemboliya. Ikkinchi turimiz yog'li emboliya. Yog'li emboliya. Keyingi turimiz to'qima emboliyasi. Va oxirgi tur emboliyamiz bor. Buni qag'anoq suvli emboliya deb ataladi. Suvli emboliya o'rtoqlar. Bu etiologiyasi hamda kelib chiqishiga ko'ra turlar edi. Va ikkinchi tur klassifikatsiyamiz joylashishiga ko'ra, ya'ni lokalizatsiyasiga ko'ra turlarimiz bor. Buni ya'ni joylashishiga ko'ra. Joylashishiga ko'ra bizda 3 xil turdagi emboliyalar farqlanadi. Birinchisi, ya'ni birinchi turimiz bu kichik qon aylanish doirasidagi emboliyalar. Kichik qon aylanish doirasidagi emboliyalar. Hop, ikkinchi turimiz bu katta qon aylanish doirasidagi. Emboliyalar. Hop, va bizdagi uchinchi emboliya turimiz bu, bilasizlar, vena porta degan vena qon tomirimiz bor. Ya'ni qorin bo'shlig'idagi toq a'zolardan
Ya'ni tog' a'zolardan vena qon tomirlari keladi jigarga yaqin qismga, jigarning yaqin qismida bu venalar birlashib, bizdagi hozir aytib o'tgan venamiz, ya'ni vena porta hosil qiladi. Aynan shu vena portada maxsus o'sha uchlovchi emboliyamiz bor. Ya'ni vena porta emboliyasi, ya'ni shu qon venada uchlovchi emboliya deyiladi. Xo'p, keyingi klassifikatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, bizda yana ikki xil turdagi emboliyalar uchraydi. Bularda birinchisi retrograf emboliya deb ataladi. Bu asosan yirik vena o'zanlarida qon oqimining sekinlashishi natijasida kelib chiqadigan emboliya hisoblanadi. Buni sizlardan o'tgan darsda ham gaplashganmiz. Tromb hosil bo'lishida, o'sha Virxov nazariyasida tromb hosil bo'lishida 3 xil nazariyasi bor. Aynan bizdagi 3-nazariyada qon oqimining sekinlashishi deyilgan. Ya'ni vena qon tomirlarida qon oqimi sekinlashishi. O'sha sohada qon oqimi sekinlashadigan bo'lsa, o'sha sohada tromb hosil bo'ladi. Bu tromb keyinchalik ko'chib bizda tromboemboliya keltirib chiqarishi mumkin. Xo'p, paradoksal emboliya. Bu paradoksal emboliyamiz ko'pincha yurak nuqsonlari, yurak paroklari natijasida kelib chiqadigan emboliya hisoblanadi. Va nuqsonlari. Xo'p, ana endi bizda emboliyani hammasini klassifikatsiyalab bo'ldik. Endi biz har bittasidan alohida gaplashib chiqamiz. Endi undan birinchisi bo'lgan biz havo emboliyasini gaplashamiz. Yo'q. Havo emboliyasi. Xo'p. Endi biz havo emboliyasi deb aytyapmiz. Havo emboliyasi bo'lish uchun qaysi tur qon tomirlar shikastlanishi kerak, to'qimaga, ya'ni qon tomirlariga havo kirishi kerak deyiladi. Endi havo emboliyasi ko'pincha asosan shikastlangan vena qon tomirlaridan asosiy quyidagilarga ko'proq uchraydi. Birinchisi o'mrov osti venasi. O'mrov osti venasida ko'proq uchraydi. Endi ko'proq uchraydigani shu sohani shikastlansa o'mrov osti venasi qon tomiri ko'proq havo tushish natijasida o'sha havoli emboliya keltirib chiqaradi deyiladi. Va ikkinchi venamiz bo'yinturuq venasi bor. Bo'yinturuq venasida ko'proq uchraydi shu ikkala qon tomirimizdan. Xo'p, endi qarang. Endi havo emboliyasi ko'rib turibmiz, u havo hisobiga kelib chiqadi deyapmiz. Endi ko'pincha bunda vena qon tomirlariga inyeksiya qilish natijasida ham havo yuborib qo'yish natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Bunda o'zini dozalari bor. Misol uchun hayvonlardan misol uchun itlarda ko'radigan bo'lsak, itlarga 50 kubgacha, ya'ni 50 kub yoki undan ortiq havo kiritiladigan bo'lsa vena qon tomirlarida bu havo emboliyasini keltirib chiqarishi mumkin. Taqqoslash uchun odamda, insonda ko'rib chiqadigan bo'lsak, odamga ko'pi bilan 200 kubdan ortiq havo kiritadigan bo'lsangiz, bizda o'lim holati kuzatiladi. Mana shu soha oshib ketadigan bo'lsa. Ana endi havoda, misol uchun balandlik zona ko'tarilish bo'yicha insonda qanday ta'sir bo'ladi? Mana misol uchun balandlik zonalarini biz yozib olganmiz, ya'ni bizda ko'rib turibsiz 1000 metrgacha bo'lgan zonani biz maxsus nomini aytamiz, ya'ni indiferent zona deyiladi. Bu indiferent zonada hech qanaqa bir odamda hech qanaqa bir jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi, moddalar mana shu bir me'yorda ketadi. Gemostaz emas, ko'pincha gomostaz, ya'ni hujayralar ichki doimiyligi o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, undan keyingi zona 3000-5000 metrgacha bo'lgan zona hisoblanadi. Bu yengil karaxtlik zonasi deb ataladi. Bu zonada ko'pincha qaysi holatlar kuzatiladi? Birinchi navbatda kislorod yetishmovchiligi, ya'ni gipoksiya kuzatiladi. Undan keyin karbonat angidridda qon miqdorining ortib ketishi, ya'ni gipokampniya. Gipokampniya, ya'ni karbonat angidridning oshib ketishi. Ana endi karbonat angidrid qonda ortib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zidan bizda nima kelib chiqadi? Atsidoz kelib chiqadi. Atsidoz. Ya'ni bizda qon tarkibida pH miqdorining tushishi, vodorod konsentratsiyasining ortishi. Bu atsidoz hisoblanadi. Xo'p, keyingi zonamiz, ya'ni 5000-6000 metrgacha o'rta og'iz zona deb ataladi. Bu paytda
Bu zonamizda ko'pincha hop azot gazi, bitta azot gazining ahamiyati kattaroq. Azot gazimiz bitta qonda eruvchanligi pasayib ketadi. Ya'ni erish qobiliyati pasayadi ancha. Endi bu yerda azot gazimiz pufak holatiga o'tadi deyiladi. Pufak holatiga. Lekin bu hali emboliya keltirib chiqarmaydi. Endi bizda 19.000 metr balandlikka ko'tarilgandan so'ng bizda azot gazi qonda umuman erimaydi. Endi erimagandan keyin azot gazi to'liq pufak holatiga o'tib, ana endi bunda havo emas, gazli emboliya keltirib chiqaradi. Gazli emboliya. Aynan bizdagi egzogen emboliyalarning ikkinchi turini aytib o'tganmiz, gazli emboliyadir. Aynan bizda gazli emboliyani keltirib chiqaruvchisi bu azot gazi hisoblanadi. Bu qanday holatlarda, qaysi holatlarda kelib chiqadi? Bu ko'pincha yuqori bosimdan normal bosimga tezlik bilan o'tgan paytda yoki normal bosimdan past bosimga o'tgan paytingizda aynan shu azot gazi qonda eruvchanligi tushib ketib, pufak holatiga o'tadi va qon tomirlarida gazli emboliya keltirib chiqaradi. Hop, sizdan biz havo emboliyani ko'rdik, undan keyin gazli emboliyani ham ko'rdik. Endi keyingi ko'rib chiqadigan emboliyalarimiz bu. 3-turi bo'lgan, egzogenda 3-turi bo'lgan bu parazitlar yoki sodda hayvonlar emboliyasi. Hayvonlar emboliyasi. Hop, bu qanday emboliya keltirib chiqaradi deb o'ylashlar mumkin. Hop, bu ko'pincha shu parazitlar, sodda hayvonlar, bundan qo'shimcha qilishingiz mumkin mikroorganizmlar ko'payish paytida yoki ko'paymasdan oldin o'zlari bir-biriga birikib koloniya hosil qilgan koloniyalarni qon tomiriga tiqilib qolishi mumkin yoki ko'payish paytida hosil qilgan sistali allaqasi tuxumlari yoki lichinkalari bir-biriga birikkan holatda qon tomiriga borib, qon tomirida tiqiltirib qolishi mumkin. Shuning uchun buni parazit yoki sodda hayvon yoki mikroorganizmlar emboliyasi deb ataladi. Hop, 4-turimiz bu yod jismlar emboliyasi deyiladi. Bu yod jismlar emboliyasini oddiy bitta misol qilib tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun o'q pnevmatik miltiqdan yoki pistoletdan yoki avtomatdan shikastlangan paytda, bilasizlar, o'q kelib organizmga tekkan paytda bu o'qimiz parchalanib ketadi. Parchalanib ketib, bizni to'qima a'zolarimizni, hujayralarimiz shikastlangan paytida qon tomirlariga ham shikast yetadi ma'lum miqdorda. Qon tomirlariga shikast yetgan paytda qon tomirlariga o'sha o'qning ma'lum bir qattiq zarrachalari bizda o'sha qon tomirlariga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bunda asosiy bu yod jismlar emboliyasi deb ataladi. Xo'p. Endi bizda keyingi ko'rib chiqadigan emboliyalarimiz endogen emboliyalar. Endogen emboliyalar. Endogen emboliyalarga misol uchun boshida aytib o'tganmiz sizdan. Birinchisi bu tromboemboliya. Tromboemboliya. Xo'p, buni mexanizmini bilasizlar. Agar qon tomirlarida hosil bo'lgan tromb ko'chib ketib, bizda qon tomirlarida tiqiltirib qo'yadigan bo'lsa, bu tromboemboliya keltirib chiqaradi. Aynan o'sha trombni o'zi agar bizda arteriolalarda tiqilishni keltirib chiqargan bo'lsa, arteriola nekroz. Agar bu bu emboliya venalarda tiqiltirib bo'lgan bo'lsa, venozli dimlanish keltirib chiqaradi. Hop, bu tushunarli, buni mexanizmini gaplashganmiz. Ikkinchi turi yog'li emboliya. Hop, yog'li emboliya o'z nomini aytib turibdi. Ko'pincha bu
uzun naysimon suyaklarimiz shikastlanganda, travma olgan paytda, bilasizlar, uchli holatda sinsa, o'sha naysimonning atrofida joylashgan qon tomirlariga ham shikast yetadi. Shikast yetib qolgandan so'ng o'sha naysimon, bilasizlar, iliklar bo'ladi. O'sha ilik yog' zarrachalarimiz tomchilari qon tomirga so'rilib ketib qoladigan bo'lsa, bu qon tomirda harakatlanib, qaysidir qon tomirlarga borib tiqiladi. Natijada bizda emboliya keltirib chiqaradi. Ya'ni birinchisi bu o'sha uzun naysimon, ko'pincha uzun naysimon. Naysimon suyaklarimizda sinish holatlarida. Albatta singandan keyin atrofidagi qon tomirlar shikastlansa kelib chiqadi. Xo'p, keyingi sababimiz, bilasizlar, yog'da eruvchi vitaminlar bor. Ya'ni biz aytamiz buni A, D, E, K vitaminlar. Aynan shu vitaminlarda inyeksiya noto'g'ri qilish natijasida ham so'rilish buziladi va bizda keyinchalik yog'li emboliya keltirib chiqaradi bu. Yog'li emboliya. Xo'p, keyingi tur emboliyamiz bizda qog'onoq suvli emboliya. 3-turi. Noq suvli qog'onoq suvli emboliya. Bu emboliya ko'pincha erta tug'ruq paytida, kuzatiladi yoki yo'ldoshni homiladan ajralgan paytida. Yo'ldoshni homiladan kuzatiladi. Bundan nima bo'ladi bolalar? Bilasizlar, homilani onaning qonidagi yo'ldosh orqali oziq modda kislorodni ta'minlab turadi. Endi homilada yo'ldosh ajraldi deyapti. Ajralgan paytimizda yo'ldosh tarkibidagi qon tomirlar ochilib qoladi. Qon tomirlar ochilib qolgandan so'ng bizdagi homila tarkibidagi amnion suyuqligimiz homilaga o'sha qon tomirlarga so'riladi. Natijada bizda shu so'rilgan suyuqlik hisobida qog'onoq suvli emboliya keltirib chiqaradi. Xo'p, oxirgi emboliyamiz turini haqida gaplashadigan bo'lsak, bu portal vena emboliyasi, vena port emboliyasi deb ketdik. Xo'p, bu haqida ozroq ma'lumot beramiz. Qarang. Portal vena haqida ma'lumot berdim boshida. O'sha ko'pincha oshqozon, ichaklar, taloqdan vena qon tomirlari kelib yig'ilib, keyin vena porti hosil qiladi dedik. Endi qachon vena portal vena emboliyasi kelib chiqadi? Bunga birinchi omil bu gepatozlar bor, bilasizlar. Jirovoy gepatoz deyiladi, jigarni yog' bosishi. Ya'ni jirovoy gepatoz. Aynan yetakchi, ya'ni portal vena emboliyasiga keltirib chiqaruvchi yetakchi omil bu jirovoy gepatoz hisoblanadi. Yoki dastlab siz bilan gaplashgan yog'li emboliya natijasida qon tomirlarida yog'li blyashkalar hosil bo'ladi. Mana shu yog'li blyashkalar to'planib borib, bu ko'chib ketgandan keyin aynan bizdagi portal venani to'sib qo'yishi mumkin. Bu ikkinchi omil hisoblanadi. Ya'ni bu yog'li, ya'ni biz yog'li blyashkalar deb qo'ramiz, yog'li blyashkalar hisobiga. Hisobiga ikkinchi bu yetakchi omil hisoblanadi. Qaranglar. Endi nima bo'ladi vena emboliyasi kuzatilsa? O'z-o'zidan yozib qo'yibmiz. Aynan qon ketmaydi, to'planadi. Natijada bizda vena portida, ya'ni portal venada gipertenziya, bosim ortishi yuzaga keladi. Endi keyinchalik bu portal venada keyin bosim ortgandan keyin qon yurmayapti. Mana qon yurmayotgandan keyin bu qon a'zolarga, ya'ni biz sizni aytib o'tgan oshqozon, ichaklarga qaytadi, a'zolarga qaytishi kuzatiladi. Va biz buni aytamiz, ilinozli dimlanish deymiz. Keyinchalik o'z-o'zidan qon qaytyapti, vena qon tomir a'zolarga, a'zolarda moddalar almashinuvi o'z-o'zidan moddalar almashinuvi
susayadi. Modda almashuv susayganda keyin gipoksiya. Gipoksiya. Keyin yana ketaveradi. Modda almashuv susaydi, mahalliy harorat tushib ketadi. O'sha a'zo qaytayotgan a'zoni hajmi ortadi. Gipoksiya kuzatiladi va bora-bora bu a'zomizni vaqtida bartaraf qilmasangiz nekrozlanishgacha olib boradi. Xo'p. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan emboliyalar haqida qisqacha ma'lumotlarimiz shular. Sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Keyingi darslarda ko'rishgungacha sog' bo'lasizlar.